Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Aynan Rossiyadagi yurgan vatandoshlarimiz tomonidan patent olib ham основной ishxona topolmayotganliklari uchun bo'lmasam migratsiya tartibiga noto'g'ri talqinda yondashayotganliklari uchun reyestrga tushish va nima qilsa ham baribir qandaydir ошибкаларga to'g'ri kelib qolayotganligi uchun va hozirgi davrda aynan bexavotir bu dushida pasport bo'lmasam RVP, VNJ olish niyatida bo'lgan vatandoshlarimiz uchun oldindan yo'lak kichkina etaplardan boshlasangiz bo'ladi. Bu etaplardan biri Rossiya hududida ofitsial bo'lgan studentskiy bilet, talabalik guvohnomasi o'qishga kirib, haqiqatdan o'qib, talaba bo'lib Rossiya hududida diplomlarni olib, bir vaqt o'zida nima deydi u oliy toifali musofir maqomiga ega bo'lish. Masalaga aynan Rossiyani barcha hududlarida xizmat ko'rsatadigan butun Rossiya bo'yicha o'zini ofislariga ega bo'lgan va men shaxsan o'zim tekshirib ko'rdim bularni. Bularda o'qishga kirishlar va odamlarga yordam, получение diplomgacha hech qanday yolg'onlarsiz, ba'zilariga o'xshab masalan juda ham ko'p bunaqa sentrlar ochilib ketgan, o'qishga kirgizamiz deb ularda summa beshinni 140, 100 ming, 90 ming, 80 ming deb olyapti. Bularda unaqa katta summa emas, arzimagan summa va xalqni o'ylagan holatda zachotlaringni yopishlaringga ham yordam berib, как положено sizlar bilan noldan to oxirigacha borsanglar bo'ladi va sifatli xizmat ko'rsatish yolg'on yo'q, nima deydi u oldi qochdi gaplar yo'q, bordi bor, yo'qdi yo'q deb aytishadi va men kafolat beraman siz hech kim aldamasligiga va bular bilan birgalikda o'qishga kirib do получения pasportgacha dokumentlarim porядка bo'lsin, hammasi joyida bo'lsin desanglar, men tavsiya qilgan o'qishga topshirib o'shalar bilan birga o'qisanglar, dalsiz dokumentlaringga men o'zim shaxsan yordam beraman, bemalol qo'rqmasdan butun Rossiya bo'yicha murojaat qilsanglar bo'ladi. Men kafolat beraman. Hech kim hech qachon aldamaydi bu firma bilan birga ishlasanglar. Boshqalar edi, bu edi, boshqalarni unutinglarda, boshqalarga bergan bo'lsa ham dokumentni olib mana shu yoqqa olib kelinglar. Hech kim o'zini o'rtaga qo'yib aytmaydi, hech kim javob bermaydi, birortasi gapida ham turmaydi. Blogerlar maqtayapti, u bu deyishinglar mumkin. Blogerlarni yaxshilab qarasanglar, bugun alini maqtagan, ertaga bor valini maqtagan. Bularda bir nima deydi bu? Pulni bersang, kerak bo'lsa ko'tini ham ochib yuboradi-da bular o'zini. Shunchalik bir bitta tochkada turmaydigan blogerlar, o'shaning uchun masalaga tavsiya qilaman, hammani ham eshitmaslikda, keyin har kim o'zini sohasida biji-biji qilsa juda chiroyli bo'lardi. Nima deydi? Kim qayoqdagilar ham o'zicha chiqib olib palon tuguni deb maslahat beryapti. Hayoti busuniki kirib ketganlar ham chiqib olib u edi bu edi deb maslahat beryapti. Iltimos qilaman, hamma o'zini sferasida yursin, hamma o'zini yo'nalishini olib ketsin, hamma yoqqa burun suqmasdan, keyin xalqni chalg'itmanglar. Paloncha palon edi, tuguncha tugun edi. Bir kun palonchani maqtab chiqyapti, ertasi kun tugunchani maqtab chiqyapti. Bechora podpischilar hayron, qaysi bir gapiga ishonaylik? Bu buni aytdi, ertasi kun buni aytdi, nima desak ekan deb. Xalq bunday bo'lib qoldi. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, hammani ham nima qilmasdan, ergashmasdan, hammaga ham qaysi odam sizga to'g'ri yo'nalish berib, yo'nalish to'g'ri berib, cho'tka olib ketayotgan bo'lsa, iloj bo'lsa o'shanga obuna bo'lib, o'shalarni kuzatinglar. Bo'lar bo'lmas otarchilarni, tingir-tingirchilarni kuzatib borib, miyalaringni chalg'itmanglar. Arzimaydi hech narsa. Nomerlar qoldirdim ekranda, bemalol telefon qilib, meni nomimdan manni olganliklarini aytib ishni boshlanglar. Обязательно manni olganliklarini aytinglar, chunki har bitta munosabatlarda mani aytsanglar, sizlarga bo'lgan munosabat ham o'zgaradi, harakatlar ham o'zgaradi. Chunki qachondir nimadir xato qilib qo'ysa, ro'parasida siz emas, meni ko'rishini biladi. O'shaning uchun aziz vatandoshlarim, qadrdonlarim, aynan Rossiya hududida bo'lsanglar, bemalol borib telefon qilib talabalik guvohnomasi o'qishga kirish, reyestrga tushib dokumentlaringda mujmallik bo'lgan bo'lsa ham shularga murojaat qilsanglar, o'qishga kirish maqsadida sizlarni o'qishga kirgizib qo'yib, batafsil dokumentlaringni olib ketadi.